Assalomu alaykum aziz do'stlarim. Siz Uzpro Live kanalidasiz. Bugun mana shunaqa mahsulotlarni ochib ko'ramiz. Ichidan pul chiqadimi, chiqmaydimi ko'ramiz. American Surprise degan mahsulot hozir O'zbekistonning ko'p joyida reklama qilishyapti. To'g'rimi, xatomi ko'rib chiqamiz. Bitta like va kanalga obuna bo'ling. Uzpro Live siz bilan Abdulaziz. Buni ko'rib chiqamiz hozirda. Birinchi keks ko'ramiz. Kecha eshitgandim, Umraga sayohat, bunda hech nima chiqmadi. Anvar, sen kuchlisan, Bahodir Jalolovdek kuchli bo'l. Bunda hech nima chiqmadi. Ikkinchisini ko'ramiz. Ikkinchisini ham ko'ramiz. Ikkinchisida shunaqa rasm chiqdi. Uchinchisini ko'ramiz. Bunda Amir Temur chiqdi. Bunda ham hech nima chiqmadi. Endi to'rtinchisini ko'ramiz. To'rtinchisida uy chiqdi. Boshqa hech nima chiqmadi. Beshinchisini ko'ramiz. Bittasida ko'rgandim, $50 chiqqandi. Nima deydi do'stim, sen eng zo'risan. Eng lo'qisan, lo'q. Bitta vafli ochib ko'ramiz. Shunaqa vaflilari ham bor ekan. Pul chiqadimi, chiqmaydimi ko'ramiz. Bunda nima chiqdi? Tak, Malikaxon, sport bilan shug'ullan, dunyo rekordlarini yangilash sening qo'lingda. Причем тут Malikaxon? Hockey, boks. Ko'ryapmiz, hech nima chiqqani yo'q. Umar, bilim ol, kompyuter o'rgan, katta bo'lsang programmist bo'lasan. Hech nima chiqmayapti. Xosiyat, ingliz tilini o'rgan, tarjimon bo'lasan. Hech nima chiqmayapti. Bitta 5000 talik chiqdi. 5000 so'm. 5000 so'm. Malikaxon, sport bilan shug'ullan. Yana bitta 5000 chiqdi. Ukam, katta bo'lsang senga BMW olib beraman. Qachon. Tak, bitta. Bitta 2000 talik chiqdi. Mana shu rasvo.
bunaqa turishda yeb bo'lmaydi. Balkim bilaman, orqasida bordir biron nima. Boshqalarning ko'p chiqishi. Bo'ldi, mana bitta 5000 talik, bitta 2000 talik chiqdi. 5000 talik. Bularni ham ko'raylikchi. Vaflilarda даже nima? Ikkita Farruh bor ekan. Farruh. Ikkita O'zbekiston bayrog'i tushirilgan Farruhlar. Ikkita. Endi bularni ham o'zbeklar ishlaydi. Mashqlaringni bajar. O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarishing kerak. Bo'ldi. Bu nima? Bu Qobil. O'rtoqlaringga darslarda yordam ber. Sen musobaqalarda albatta yutasan. Vaflini to'g'risini aytsam, bunaqani yeb bo'lmaydi. Va oxirgisini ko'ramiz. Oxirgisida Azambek chiqdi. Bo'ldi, boshqa hech nima chiqmadi. Azambek, matematikani 5 bahoga o'qisang, katta olim bo'lasan dedi. Ko'rdingizmi do'stlar? Mana bitta 5000 talik, bitta 2000 talik chiqdi. Shuncha 15 pochkadan faqatgina bo'ldi. Bu hammasi yolg'on. Hech qanaqa dollar chiqmaydi. Kecha bittasi Umra safariga YouTube chiqqan ekan. Endi rostmi yolg'onmi bilmayman. Bitta like bosinglar do'stlar, bitta like. Sizlar uchun bu videoni oldim va mana shuncha natijasi ko'ryapsiz. Shuncha natija. Shunaqa gaplar. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosish esdan chiqmasin. Rahmat.